Hozir agar oyingizga telefon qilib, uylanishga qiz topganingizni ayta olsangiz 100 ming so'm beraman. Voy, o'ldiradilar lekin. Faqat bitta narsasi, qizni ismi Arina deysiz. Yo. Bo'pti, Nastya. Battar bo'ldi. Faqat tushuntirishni o'ylayman. Ko'ravering, tavakkal. Voy, harakatlarimiz o'ldiradi lekin tikka joyda o'ldiramiz. Alo, assalomu alaykum. Oyi, qiz topgandim. Menga. Sovchilikka borasizmi? Bitta qizda xullas. Voh, mayli. Lekin nima ismini aytmadingiz? Hozir borib to'g'ri dadamga qiladilar. Ikki o't chopilaman. Ismini aytmagan bo'lsangiz ham, oyingizga telefon qilib shunchalik ayta olganicha 100 ming so'm ichsiz. Katta rahmat. Agar hozir oyingizga telefon qilib, uylanishga qiz topdim deb ayta olsangiz, 100 ming so'm beraman. Mayli. Ayta olasizmi? Конечно. Faqat qizni otini Kristina deysiz. Bo'ldi. Nima, ko'p aytganmisiz? Onamni ochiq suhbat olib boraman. Assalomu alaykum, ona, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yangi qiz topdim, o'shanga uylanmoqchi edi. Astag'firullah, nima deyapsan? Ha, Maftunchi. bilmadim, shu Kristina degani yo'q qoldi, endi fikri o'zgardi. Sovchilikka borasizlar-ku baribir. Menmanmi? Bor. Nima dedilar oxirida? Puling bormi dedilar. Ertaga sovchilikka boring deya olmayman-ku. Qoyillar, lekin unaqa shok bo'lmadi, lekin men qoyilga ham maftunchi dedilar. Ayta olganingiz uchun tabriklayman, 100 ming so'm ichsiz. Mayli, sog' bo'ling.